Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Namangan shahar Axsikentga kelganmiz. Xo'p, arzon variantda bo'ladi. O'zlarining eski shkaflari bor. Aytgan maydalab taxlab qo'ydik. Bunaqasi 4 metr, bunaqasi 3,5 metr. 7,5 metr joyga devor mebel tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boraman. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita shkaf bo'lyapti. Tepa tumbuchkalar sekin qo'yishni boshladik. Bu taraflari o'zi holda qoldi, o'sha ko'rpacha yig'iladi. Bu yostiq. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matvisidan qora turbali ruchkalar qo'yildi. Xo'p, razmerimiz bu tarafimiz 4 metr, bu tarafimiz 3,5 metr, 7,5 metr joy. Arzon variant, o'zlarining eski shkaflari bor. Ichiga hech qancha polka qo'yganimiz yo'q. Eng minimal darajada arzonlashtirilgan, xullas. Ana ichidagi 100% o'zlariniki ishlatildi. Biz faqat fasad olib keldik halus. O'sha vakuum farnituralar o'sha yaxshisidan qo'yiladi, baribir o'sha qimmat variantimizki bilan bir xil qo'yiladi. Xo'p, narxi 8 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. 7,5 metr joyimiz. Qarib 1 million so'mdan tushdi-da. 7,5 metr joyimiz. Namangan Axsikentda tayyorladik buni. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyga kutib qolamiz.